Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Johnny Minecraft kanalida ko'rsatib turganimdan xursandman. Bugungi videoroligimizda nimalar qilishimiz hali noma'lum, lekin hamma narsani amallaymiz. Do'stlar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam videoga ketdik. Xo'p, do'stlar, shu ko'chalarda boshpanasiz yuribman, yomon charchab ketdim. Qishloqmi do'stlar? Qishloq. Qishloq. Quyosh ham botib qolibdi do'stlar. Shu merini topamiz endi mana shu qishloqda. Uy so'rab ko'ramiz-da do'stlar. Mazza qilib dam olib shunaqa ishlar qilib tashlayveramiz do'stlar. Ana odamlardan so'raychi. Qani endi. Bir kunchalik tunab qolishga joy beramikan-a? Keyin mayli bir kunchalik bersa ham rozi edim. Mana shu yana. Yo'q, hazırlashdim, bro. Mersizmisiz? Yo'q, men emasman. Yo'q, cho'tta yomon chiqib qo'ydim bolalar. Bu odam yana mayli. Bir kunchalik uyda uxlab qo'yarlikchi, shunaqa emas do'stlar. Nimalar bo'lib ketyapti bolalar? Hop, bir kunchalik uyda uxlab turamiz, xolos keyin mer topamiz-da do'stlar, mayli. Bechoraning uyini maytini ham buzib qo'ydim, mayli. Bro, to'xtang. Mersizmisiz? Yo'q, men emasman dedim-ku. Kimsiz unda? Men yordamchisiman. Mer qayerda? Mer ketgan. Qayerga ketgan? Shaharga. To'xtang. Menga uy bera olasizlarmi? Ha, bera olamiz. Faqat shartlarni bajarishing kerak. Qanday shartlar? Xullas menga, ya'ni merga 32 ta olmos, 32 ta izimbrud topib kelasan. Bularni qayerdan topaman? Bularni qanday topaman? Ayting menga. Xullas, mana shu to'g'ri yuraversang, bitta uy chiqadi. Xo'sh, uyda nima? Uyda senga kerakli narsalar bor. Senga bir kun muhlat. Mayli, endi nima ham qilardik do'stlar. Qayerdan topamiz bilmayman shuni ham. Mayli, endi ketaveraylikchi. Ha, bu tentak-ku. Merduyida olmoslar, oltinlar borligini, barcha oltinlar merduydaligini ham bilmaydi, tentak. Buni bopla bilan qillatdimi? Ha. Do'stlar, endi buni qayerdan topib olishim bor? Topib olish kerak uni. Qidiramiz-da, mayli endi. Nima qilardik? Do'stlar, qaysi uy bo'lishi mumkin ekan? Menga aytgan uy to'g'ri dedi-yu. Hop, manamikan? Sen bu uyda egasi bor shekilli. Tinchgina buzmay qo'ya qolay. Manamikan? Mana shunga o'xshayapti-da, cho'tta do'stlar. Sandiqda narsalar bor edi. Ha, do'stlar, shu uy ekan. Narsalar olamiz, bizga kerakli narsalarni. Hop, do'stlar, endi topamiz-da u narsani. Topishimiz kerak. Undan oldin bir merni uyini topib olamizmi do'stlar? Agar mer shu yerda bo'lsa gaplashib chiqardik. Qo'y aka. Hov ukam. Qizga bir nima aytaymi? Ha, aytchi, yur, metroqqa kel. Xullas, bu yerda uyda ko'p oltinlar bor. Aldama, chuchchi, bor yo'qol. Xohlasangiz ishoning. Bor yo'qol, hayotda ishonibman senga. Xo'p, do'stlar, merda uyda oltin bor deymi? Oltin, olmoslar hammasi merda uyda deymi? Shu gapni baloni yebdi-da, men ham qayerdan bilay uni o'zini uyida unaqa narsalar borligini. O mer bo'lsa
xalqni narsasini o'g'irlamasa kerak do'stlar. Bu merduyim ekan. Bu merduy emas ekan. Yo mana busimmikan merduy. Merda uyi deb yozib qo'yardi, adashmasam, maslaqa joylarga. Merduyim topib olgan do'stlar. Topib olsam aytaman sizlarga. Do'stlar, hozir so'rab surishtirib kelsam, merduyim mana bu ekan. Lekin hayronman nimaga unaqa yozmagan. Merduyim ekan, shunaqa narsa debdi. Adashmasam bu merduy. Odatda merduy bunaqa bo'lmasdi, do'stlar. Chota merdiki bas bu. Hozir yana bir boshqa qishloq aholilaridan so'rab ko'raychi. Voy do'stlar, bir amallab topib oldim merduyni. Mana shu merduy ekan. Shunday qishloqda katta uylar bor, lekin shu merduy bo'lsa endi-da, baribir. Boshqachamikan merduy? Tushunib qo'yaylik mayli do'stlar. Do'stlar, sizlar ham ko'rdilaring? Mana buni qaranglar. Pechkani tagini nimadir borga o'xshaydi. Do'stlar, sizlar ko'ringchi. Do'stlar, do'stlar, sizlarga ham bilindimi? Yer. Oyog'im. Do'stlar, nima ekan bu? Ochib ko'ring. Yopib turavering. Nima qilay do'stlar? Shunday bor ekan, ochmayman. Hayron qoldim o'zim ham. Bu narsa nima ekan, do'stlar? Nima ekan bu? Voy do'stlar, ana bola to'g'ri aytibdi. O'tchikda deganmidi? Bo'ldi. Avvalik do'stlar. Merkep qolmasin do'stlar, qarab turingchi metaga. Merkep qolmasin do'stlar, ketdi diyor. Avvalorikchi. Bular meni laqillatmoqchi bo'ldi shekilli do'stlar. Men ham laqillab qolman. Xo'p do'stlar, netdan chiqib olish endi. Mamma chiqib olib bir amallab. Chiqaman shekilli do'stlar. Tirmashib chiqishga harakat. Do'stlar, tirmashib chiqib oldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Siz kimsiz? Men qishloq aholisiman. Boraman o'zim. Do'stlar, bilib qolardi. Do'stlar, endi mana shuni to'g'rilab qo'yish kerak. Qo'ydim do'stlar. Menga qo'yib qo'yamiz. Kerak emas bizga. Xo'p, endi do'stlar, uni oldiga borishimiz kerak. Nima deydi? Qaranglar, hop bizning shubhalanib qolishi mumkin. O'shanga mana bu narsalar kiyib olaylik do'stlar. Shunda shubhalanmaydi. Mana uni ham qo'limizga olsak. Hop. Voy brat. Xingillormang. Ey brat. Sizlar bular hammasi uyquga ketyapti. Men ham birontasini uyga kirib uxlab do'stlar, sorry bro. Ana uy qani edi endi do'stlar, topisham muammo ekan, yo'ldan ag'di ekan. Tezroq maxluqlar paydo bo'lmasidan oldin uxlab olishim kerak. Hozir skelet ko'rdim, men ko'rmadim bilmadim do'stlar. Biz tezroq uyga kiramiz va tinchgina uxlab olamiz. Hop. Qaysi dabba kirib oldi meni uyimga? Do'stlar, hech kim qaramaganda mayli. O'g'lim ketar. Bag'da uxlaymiz mazag'ib do'stlar. Ertalab ham tushdi. Kartishkalardan yuvolik. Ikki o'tirib. Meram kelish kerak bugun. Meram kelish kerak edi. Hop do'stlar, endi biz boramiz hozir. Uni oldiga topish kerak endi uni. Voy do'stlar, suvga tushib ketdim. Voy, shalabba bo'ldimi? Voy brat. Ha, nima deysan? Men keldimi? Yo'q, men kelgan yo'q. Voy brat, nima oxirida gaplashib qo'yavering.
tirmashib chiqib olamiz. Voy, do'stlar. Katta g'orga tushib ketibman. Endi qanday chiqamiz? Tirmashib chiqamiz. Hop, endi qani Nobrat? Uni o'ldirib tashlab bizga nima kerak bor? Yo'qolsinlar. Mayli, bitta joningni olaman. Hop, do'stlar, endi uni qishloqlar ham merda yordamchisi qaniydi anomidi. Ashiydi bolalar. Hop, brat, qarang. Короче, olmos topib keldim. Izumrudni ham olib keldim. Nimaga gapirmay xo'sh? Izzat chiqyaptimi shuncha topganimga? Brat. Dabba. Olib keldim. 64 dan zumrad bersam bo'ladimi? Ha, bu juda ko'p. Qayerdan olding? Endi men buni ishlab bo'yicha mohirman-da. 64 ta beraman, brat. Короче, menga vaqtdagi hamma dalalardan podarka qilasiz. Davaymi? May. Sizga mana shu. May. Brat. Xo'p, olmishmi? Akayora olaman. Mayli, o'zingiz bilasiz, brat. Ko'chlik. Xo'p, do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying va kommentariyani o'qing. Kommentariyada bir nima deb yozib qo'yganman. Xo'p, videoga like bosishni unutmang do'stlar. Shu video 10 ta like yig'sa, men bilan ikkinchi qismni olamiz. Do'stlar, hammaga xayr.